Assalomu alaykum aka. Bizani servisdagi ishlar bilan hozir Ulug'bek aka tanishtiradi ozgina. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'shib qo'yaylik. Necha yildan beri ishlaysiz bu ish bo'yicha? Ya'ni shu jistant Shu sohalarmi? ha, shu soha bo'yicha. 23 yil bo'lyapti. 23 yil. 23 yil bo'lyapti. Bu katta vaqt va ishlar haqiqatan toza. Ana bitta ko'rsatingchi. Masalan nima hozir? Bu aka, men shu nima qiziqyapman. Qiziqayotgan mashina, bu mashinaga nima bo'lyapti? Yana qilayotgan mashinalaringiz haqida. Bu mashinamiz masalan hozir oddiy qilib aytganda mana orqasi urilgan, zapchastini kutib o'tiribmiz. Ha, kutyapmiz. Ha, zapchasti kelishi kerak. Kelgandan keyin o'zi mana bagaji, orqa yubkasi, bu şeylarni kraskalab joyiga заводской qilib o'rnatib beramiz. Qilgan ishingiz bormi hozir dalil momentda? Endi bu qay turib turibdi? Данный moment qilingan ishlarimiz hammasini shu bugun jo'natib, mana boshqa partiyalar olingan bu yerda. Tushunarli. Endi hozir men bir narsani ko'rsataman. Ko'pincha bu yerda mana bunaqa masalalar bor. Ko'p mijozlarni qiynayotgan. Bu fer masalasi, urilgan bu ferlar bor. DTP bo'lgan holda iloji boricha bo'laklarni yig'salaysiz agar o'sha bu ferlarni qaytadan ulasa bo'ladimi? mana shularni qaytadan tiklasa bo'ladi. Respekt. Faqat agar shu bo'laklarni topib bilsa, bevish ham tiklasa bo'ladi, faqat ozgina vaqt oladi, Da. ishi ham ko'payib ketadi. Hozir buni tiklayapsizmi? Yo, buni hozir bo'laklarni topib kelsa tiklaymiz. Topilmasa bo'laklarni topib kelish yo'q, gap yo'q leganda. Mana bu yerda masalan mana bu ferimiz kelgan. 22 yil o'zini. Mana bu ferimiz kelgan. Mercedes bu fer bo'lagi yo'q. Mana shu yerda mana bu singan, qolgan bo'lagi yo'q, shuni qaytadan tiklash kerak. Endi bu egasi topib bilsa topdi, topmasa ham buni tiklab bo'ladi. Bu yerda masalan mana singan bu ferlar hammasi qaytadan tiklanayotgan bu ferlar. Iloji boricha narsalarni yig'sa, shu plasmaslarni bo'laklarni yig'sa arzon tushadi, ishi ham bitadi. Keyin mana Gentrani ham ozgina ko'rsating. Bu Umid aka. Zani. Temur aka polni programma sohasida ishlaydilar. Sizchi? Men shu kishiga shogirdman. Shogird? Yaxshi. Shu kishiga qarayman. Katta qilgan bu kishi nima? Siz katta qilganmisiz? Jetaurlarda bizlarda har xil programmalar bor. YouTube, navigator, rusifikatsiya bor. Servislaringizda tashqari Depal, faqat Jetaurmi? yo'q, Depal, Lisang mashinalari ham bor, Dongfeng modellari ham bor. Ey, yangilan aytaymi? Samzon bu balona bo'lsa bo'ldi. Deb qo'yishni qiladi. Yursa bo'ldi. Noda. Bizlarga farqi yo'q. Aka, Abdushuy, tabriklayman. Rahmat. Aka. Nasib qilsin sizga ham. Qarang aka, bu yerda mana shu servisda nima ish qilasiz? Mashinalarni elektrik sistemasi bo'yicha biz javobgarmiz. Elektrikligini biz bajaramiz. Mashinalarimizda Xitoy mashinalari aslonoy. Hozir ham mana bu mashinamizda kalitini yozib beryapmiz 555 ga. Gentra mashinamiz ekan. Gentrani ko'rsating ozgina. Bu Gentrada hozir qilinayotgan ish, ayrim Gentralarda bu fer almashgandan keyin ko'pini kasali mana bu yerda tosh tegib kraskasi ko'chadi. Sababi shundaki, bu ferlarda kraska zavod kraskalamaydi, qo'lda kraskalanadi, sifatsiz ishlov berilgandan keyin shunaqa holga keladi bu narsa. Hozir biz shu joyini bildirmasdan nizomatni qilib kraskalab beryapmiz. Nu, aka, eng qiziq narsa mana shu narsaga qancha vaqt ketadi aka? Bitishi uchun. Buni bitishi uchun yetib 4 soat, 5 soat vaqt ketadi. No, siz addushi qilganingiz uchun, bo'lmasa 1 soatda ham bitirib bera olasiz. 1 soatda endi shutkacha bilan surtib javob berib yuborish mumkin. Чтобы endi qora ko'rinib, yomon ko'rinib yotmasligi. Sifatli ish vaqt talab qiladi. Shunaqa. Aka, sizga kattakon rahmat. Shunaqa ma'lumotlar uchun. Sog' bo'linglar.